Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Panda Posonda yotoqxona komplektimiz hamda Dubay Posonda yotoqxona komplektimizni obzor qilamiz. Ruchkalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Ruchkalar ham qimmat ruchkalardan qo'yilgan. Har doimgidek ikki tomon shilka, o'rtasida polga mana bunaqa seyflargacha qo'yib bo'lgan. Bu tomonlar uzun kiyimlar ilish uchun moslashgan. Telefonlardan ko'rishingiz mumkin. Yumaloq oyna, kulchatilli. Rollari ham vakuumga qo'yilgan. Pastlarda sofalargacha joylashtirilgan. Bular narxini 8.500.000 so'm. Oddiy bola dastlabki ustanovkasi ichida qilib beryapmiz. Dubay Poson bu. Materiali kashmir. Laminatda ishlatilgan. Kimga shunaqa yotoqxona komplektlar kerak bo'lsa, video nomerdagi to'g'rilatib qilaverasizlar.